Avval bir qarar chiqa. Sendikisi taqatmi yoki sevgimi? Ko'nishmi yoki beg'ishlashmi? Har munosabatning qaror chiqariladigan vaqti bir ochil bo'ladi. Sevgilarmi vaqtning o'tishi bilan qo'ldan, putdan, nazardan, yurakdan tushadi. Qanchalik taqat qilishing bilan qanchalik sevishing orasida kelib ketsan. Va keyin ko'rib yetsanki, o'zlarida hamma ishni qayta boshlaydigan jasoratni topolmayotgan insonlardek surgun bo'lyapsan. Va boshqasining hayotida yo'qolib ketyapsan. Mana, hayot ba'zida mushundaqdir. Bir chaqlarda ulug' so'zlaganlaringning yoki cho'nqur sukut qilganlaringning badalini to'latadi. Hargiz bir parchasi bo'lmayman degan bir muncha narsani hayotingning bir butun holatiga akilib qo'ydi. Boshda armon qilgan hayoting bilan keyin qabul qilishga majbur bo'lgan hayoting o'tirsidagi hanglarni farq qilgan vaqtingda ya keyniga qaytadigan jasorating tugagan bo'ladi, ya o kuchni o'zingdan topqidek yoshliqing. Mana shu chog'da tushunsanki, ba'zi ishlarning qaytalanishi yo'q. O'ylanmayli chiqqan qarorlarning ba'zida umrlik yolg'izliklari bo'ladi. Va sukut tushunganlar uchun bir isyon, tushunmaganlar uchun bir qabul qilishdir. Hozirgi vaqtda yurakli insonlarning qalisi to'lgan bo'lish lozim. Bo'lmasa, ichida to'xtamay vaqirgan va har nohaqchilikqa, har vafosizlikqa uchirganida texmobek yo'qirlagan u ovozni qandoqmi pasaytalisin? Javob berishga arzimaydi deymiz, sukut qilamiz. Sevgimizga loyiq emas deymiz, sukut qilamiz. Tashlab o'tgan bo'lsa, u yengildi deymiz. Yana sukut qilamiz. Va yurak sukut qilgancha ko'zlar yoshlanadi. Tuzi tillarni kuydiradi. Kechikkan har so'z yoshlanadi. Balkim sukut chora emasdi. Ammo yurak so'zlasa nima foydasi? O'ziga mo'nishadigan odam topamizsa. Hech kim uchun. Ammo hech kim uchun g'ururingdan yuz o'rma. Seni o'zingga qadarsiz his qildiganlarning keynidan chepishning o'rniga yolg'iz bo'l. Ammo cho'qim g'ururingning keynidan mang. U seni bu davrning odami qilmaydi. Balkim ammo seni hech kimga qurbonlik qildirmaydi. Sevgining faqat birli tarbi bo'ldi. Qolganlarning hammasi taqlid. Ichimda yashayotgan dunyo bilan sirtimdagi dunyo orasida yo'qolib ketganda qilaman. So'zlaganlarim bilan anglaganlarim, berganlarim bilan olganlarim, ko'rsatganlarim bilan ko'rganlarim orasida hanglabadak. Hatto sevgi deb ism qo'yganlarim bilan o'zimni avundirishga majbur bo'lganlarim orasida tog'lardek farq bor. Hayotning qaysi qumliqida men bilmayman. Ammo bir haqiqat borki, yuragimga urilgan to'lqinlar pokiz va tinish qalbimni maynat qilayotganda qiladi. Bir chog'larda yuragimni issiqsin deb ochatdim. Hozir bo'lsa muzlatmasin deb yepib oldigan bo'ldim. Bo'ron chopqinlarga bardoshlik berish uchun bir port bo'lish kerak. Va haqiqiy bir do'st eng go'zal portdir. Endi vaqirashlarimizni hech kimga anglatolmaymiz. Bilimizki, hammalarning yuki o'ziga eg'ir. Hozirgi vaqtda hech kimning ko'z yashini ko'tarmaydi. Nima bo'lding deb boshlangan so'zlar vaqt bilan o'tib ketadi deb oyoqlashadi. Ko'z yoshlar tugagancha va mag'zimizga tomchilar qurg'ancha u inson yenimizda qayraydi. Bizni tushunadigan yurakni demayli qo'yayli. Hozirgi vaqtda beshimizni qo'yib yig'laydigan bir muri tepishmi qiyin tushyapti.